Ovozliq kitob abdetali. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Nozgum, o'zingizga ogoh bo'ling. Endi biz ko'miga mushu kun qolgan mıydı? Bular erlarni ozodligini oz degandek, qizlarimizmi kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Qo'mish aralab kun chiqdi. Yolg'iz boshqa mung tushdi. Men nozukni tutqili, sulun cheriklar chiqdi. Nozgum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi? Lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz. Qizimni qo'yib etinglar. Ifloslar. Xo'sh aka, nerede bo'lsaqmi omon bo'laylik. Boqamni ko'rib qolsang, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Onun ko'zlab kelayotgani sarg'ayib ko'ringan engizliq edi. Hozirab hömidab bu yerga mu keldi. Har biri 2-3 mu keladigan engizliqlar ko'zning ma'murchilik vaqti bo'lishiga qaramasdan quruq tilanib to'pisi o'rlab turadi. Bu yerning ochliqi turmoq, saman to'pallari mu pok-pokiz yig'ishtirilib ketgan edi. U buni ko'rib, bu yerning xalqi mu echirqab, nomrachilikda yashayotgan o'xshamamdi deb o'yladi. Yomg'ir borgan seri kuchaymoqda. Nuzugum bir engizdan ikkinchi engizga, bir echiqdan yana bir echiqqa yugurib yurib, kiyimlari cho'p-cho'p ho'l bo'lib ketdi. Bir chetdan u engizliqlarni oralab, mushundoq ho'l bo'lib ketgan kiyim-kechaklarim bilan yurayversam, o'zimga sovuq tekkizib olaman debmi qo'rqatdi. U ochiqchilikka chiqqanda o'zini kaynidan toygan qo'g'ilgan to'shqonga o'xshash his qildi. U hozir nega qechib, nega mo'kinishni mu bilmaydi. Mundaq chaqlarda so'llarga yo'liqib qolsa, osonli tutilib qelishi mumkin edi. Qechib mo'kinib yurgan odamning tuzlanlikda tanho qelishi rostila xatarlik. U endi nima qilarini bilmay yig'lavatdi. Dala to'xtaydek taptayshi. Yomg'ir hadab itiklimakda. Kun ko'rinmagan bilan vaqtmi bir yerga berib qolgandi. Bir ozdan keyin bu tavaning odamlari uyon-buyon o'tib qelishi. Tunugunki so'lullarmu yana uni izlab chiqib qelishi mumkin. Nuzugum bosh oyog'i ko'rinmaydigan keng engizlikka chiqqanda ikki döv bug'doy saminini ko'rib qoldi. U go'yo uzundan beri izlab topolmay yurgan eng yaqin qayrindishini uchratgandek ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. U ko'z yeshini pashmitining yengi bilan surtib, chetikining poshnasi engizning to'pisiga yetib, ittik mo'ngolmayotganiga qaramasdan, dövlaklik samonning qishig'i yugurib keldi. U aslida dehqonlar yozda yasagan xamonliq edi. To'liq bilan chingdalgan xamonning chetida 2 dövi samondan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Xamondagi bug'doyning bir tal denini mu qoldirmay yig'ib ketish kerak. Faqat paxollarla u yer bu yerda chechilib yotadi. Nuzugum o'zim ho'l bo'lsam-mu, tugishdagi kiyimlarimni ho'l qilmay saqlay degandek uni samonning orasiga tiqib qo'ydi. Shuningdan keyin ko'ngli sal o'rniga tushib, xotirjam bo'lganda, kapi-papilar yo'qmikin degandek o'pjo'riga zin selib qaradi. Shu chog'da u engizning chetidagi eriq bo'yida bir yeniga qiysib, teraklari cho'qchiyib chiqib turgan kapini ko'rdi. Nuzugum ko'pdan beri odam o'ltirmay buzilib, changizlari o'rilib, samollari chechilib ketgan kapining qishig'i keldi. Kegis uyga o'xshash dugila qilib yepilgan kapining yenidagi eriq bo'yida qozon o'choqmi bor edi. U 3-4 odam bemalol sig'adigan kabi ichiga kirib, uning o'rilib ketgan shox chansilarini tuzab, tegiga somon selib yeydi.
Yağmur ötüp, bunun içi höl bulup ketkiçe tezrek paxal ekilip uçuq qalğan yerlerini yepip alay. Dedi de, xamanның chetidagi döğüdün bir neçe quchaq paxal ekilip, kəpinin ecilip qalğan yerlerini yaptı. Ondan u, şamal çıqsa uçurup ketmisun deb, chetde chechilip yatqan chansilarni eriq sirtidagi yo'g'on toshlar bilan bostirib, kəpinin cho'risini to'sidi. Necha kundan beri oydalada yolg'iz qechib mökünüp yurgan chaqlarida Nuzugumning birdan bir ormani, tilaydig'ini mushundaq bir issiq makon edi. Endi mana bu tilakimi o'rindaldi. U kiyim kechkining ho'lligiga qaramasdan xeyli vaqtgacha yomg'irda yurib, kapisining ichi teshini tuzashtirib oldi. Xomon chetidagi samon dövisining ichida yoshirib qo'ygan tugishini ichkari akirib oldi. Ishik tarafdilla sal yo'riq tushgidek joyini qoldirib, boshqa yerning hammasini shamol kirmas qilib yepivatdi. Ondan ho'l bo'lib ketgan kiyimlarini almashtirib siqib, kapa ichiga yeyib qo'ydi. Qashqardan chiqqandan buyon tashlamay ko'tirib kelayotgan kiyimlarini yo'tkab kiyib, o'tgan kecha soyda pishirib olgan yangyu sabzisini va uzib olgan olmalarini yog'liqining ustiga qo'yib, oldirmay qo'rsqini to'yg'izdi. Shuningdan keyin oldin ola tayyorlab olgan samonning ustida tugilinib yotdi. U atidan beri yomg'irda yurib, muzlab ketgan put-qo'lini isitgandan keyin kirpiklari bir-biriga giralishib, sherin uyquga ketdi. Nuzugum mushu yotgan peti atisi tong saharda biroq uyg'ondi. U mengishqa oldiramag'achqa o'rnidan turg'isi kelmay ezilib, xuddi o'z uyida ba'zi kunlari boqamga erkalagandek ikki yenig'i eg'inab uzoq yotdi. Bir chaqda qo'rsqi echiyotganligini sezib, og'zini tomshib qo'ydi. Birdilla uydagi chaqlarda yeb yurgan tomoqlari birining kaynidan biri yodiga yetib, og'ziga seriq suv kelishga boshladi. Ko'z oldidan semiz go'shtlar bilan atgan monta, somsilar, har xil ochiq-chuchuk saylar, o'ri purqirab chiqib turgan pololar, taxsida to'lg'inib turadigan lag'manlar kayni-kaynidan o'tib, ishtahosini qo'zg'avatdi. Nuzugum mushularni o'ylab etib, qo'rsqini texmu ochirib oldi. Qo'rsaq ochchaqda uyqu keladi demsiz. U issiq paxolning ichidan sug'urilib chiqib, yeyib qo'ygan pashmatini kiydi. Ondan cho'ng yog'liqini tuzab, tengib o'rnidan turdi. Put-qo'llari kuyishib ketgan edi. Kapining ichida u yoqdan bu yoqqa mengib bir oz harakat qilib edi, badaniga qon yugurib sagib qoldi. Nuzugum kapining ichidan ishki to'rab qo'ygan paxolni bir chetga qo'yib, yomg'ir to'xtadimikin deb sirtqa qarab edi, xuddi o'z ko'ziga o'zi ishonmayotgandek ho'ng'iqib turib qoldi. Atrofni oq qor qoplab, zimiston qish boshlangan edi. U kun nurida ko'zini qamashtirib, yalt-yult qilib ko'ringan qorga ishonmayotgandek bir oz vaqt qimir qilmay qarab turdi. Endi ko'rmaginim mushkenda. Buningdan bir kun ilgari soyning ichida yotganda havoning tapda 6-oyning tumuzidek uyga-uygamni bo'shitib isitavatgan edi. Bugun bir zimiston qish bo'lib ketganini qara. Hilimu tunugun xudo o'nglab mushkapini jo'ndib olgan ekanman. Bo'lmasa bu qarda qandoqmi qilay edim? Tayinliq bir yeg berib ushib qolatdim. Shuncha vaqtdan beri raqiblarimdan qochib qutulishni o'ylabdim-anu. Ajib zimiston qishning keladiganini o'ylamabdim-man. Qish boshlansa, tirik benda yo'q bu oydalada nagimi berib, qandoq jon boqaman dedimkin tang. Ne koshki, o kuni o'rmonlikdan ko'prak ko'ktat yig'ib olgan bo'lsam-chu. Uzqum ko'p bo'lsa, Mo'uninkidek etizda tashlab etilgan kapilar bilan tog' qoptonlardagi g'orlarning ishchilarida yetib yurib, qishni chiqirib, o'lmay tirik qolsam, bahor kelganda Qashqar tarafga ketar edim. Nuzugum tuyuqsiz yoqqan qorni ko'rib, huduqqinidan xuddi qishida bir odam bordek so'zlab turdi-da, ondan momuqdek yumshoq oppoq qorni avoylab besib, talog'i chiqdi. Yangi yoqqan qorning puti tekkan yeri erib turadi. U kapini bir oylanib, qor yoqqandan keyin teximu yiqilishib qolganda ko'ringan tog' cho'qqilariga, uning bag'ridagi edir qirlog'i va jira saylog'i sapsilib qaradi. Hamma narsa kecha yoqqan qorga ko'milib qolgandek jimjit. Biror yerda qimirlagan tirik jon ko'rinmaydi. Qor ostida qolgan xomonning iznasi ko'rinib turadi.
bu yerga bir kun ilgari kelgan bo'lsam, balki somon to'pollar orasidan qurib yegudek bug'doy donlarini yig'ib olar edim, deb o'ylagan Nuzugum tönögün ko'rgan qozon o'choqning yeniga keldi. U bir tutam paxol bilan qozon o'choqning cho'risidagi qorni supurib, o'choqni tozaladi. U bu o'choqda choy qaynatib ichishni o'yladi. Biroq bu yerdagi eriqlarda suv ko'rinmaydi. Ehtimol dehqonlar o'rmini tugitib, etiz ishlarini besib turib olgandan keyin bu yoqqa suv keladigan tug'onlarni etibatgan bo'lsa kerak. U kapiga kirib kichik qozonini ko'tarib chiqdi-da, uni qor bilan to'ldirib o'choqqa o'rnatdi. Ondan kapidagi paxol bilan o't qalab, qor eritib suv qaynatdi. U tugichining ichidagi hejirni va bir haftaga yetgudak choy tuzg'i o'xshash narsalarni ko'rib, ruhi ko'tarilib qoldi. Atiganda havo sovuqda qilib edi, hozir osmondagi bulutlar tarqilib, kun arg'amcha bo'yi ko'tarilgachgami havo isib qolgandek bilindi. Nuzugum nech kundan beri ko'tirib kelayotgan tugichidagi qoch qo'mush bilan ozuq to'likini kapining ichiga qo'ydi. Ondan yog'liqini dasturxon o'rnida silib, choy ichib qo'rsqini to'yg'izdi. U: "Yaratgan egam, bandisining rizqini har yerga teriqdek chechib etganda, odamlar bo'lsa, uni qushlarga o'xshash uchib qo'nib yurib terib yeydi ekan", degan o'ylarga kelib, o'zining odam turmoq bog'lab qo'ysa hayvonni turmaydigan cho'l boyavonlarga rizqining chechilib qolganiga hayron bo'ladi. Birinchi qaytim yoqqan qor yiroqdagi egiz do'nglar bilan jiralardili turib qolgani bilan boshqa yerlarda shu kunli erib yo'qolib ketdi. Kunga qoqlangan sheg'il toshliq yerlarda qormi to'xtamaydigan o'xshaydi. Chunki tog' tarafdan chiqadigan shamol bilan kunning ozroqli isishi qorlarni tezli eritib etadi ekan. Lekin bu yerda bo'ladigan qora sovuq odamning tan teniga xuddi yengli sonchig'andek o'tadi ekan. Nuzugum havo ochiq kunlari sirtqa chiqib, bir oz turib qolsa, sovuq ich-ichiga o'tib muzlab ketadi-da, kapiga kirib oladi. Shuningdami, xeyli vaqtgacha o'zini isitolmay titrab o'ltiradi. Shunga bir necha kungacha sirtqa oncha chiqmay kapidili bo'ldi. U g'am andishalar ichida uzun yo'llarni besib horduq yetib ketgachgami, choy ichgilili turmasa, boshqa vaqtda beshini ko'tarmay yotadi. Ammo uning uyqusi qinib, horduqqa chiqqani bilan yeydigan ozuqi tugab qoldi. Kapidan chiqmay yetaversa, ochdan o'lib ketishi mumkin. Hayot kechirish uchun ozuq tepishi kerak. Nuzugum qo'rsqi echib ketgan bo'rilarning yegidak bir narsa izlab dala tuzni qidirib yuradiganini va ko'ziga hech nima ko'rinmay odamlar yashaydigan yerlarga kelib, qo'rulardagi mollarga hujum qiladiganligini anglagan edi. Shuningga qaraganda qo'rsaqning ochliqi har nima qilishga majburlaydigan o'xshaydi. Ochliqqa chidolmayotgan Nuzugum atrofdagi etizliqlar bilan xomillarni oralab biror siqim bug'doy yoki bir necha tal boshaq tepib kelay desa, kunduzi biror odamning ko'ziga tushib qolarmanmikin deb qo'rqdi. Yaqin orada yezilami ko'rinmaydi. Nima qilishini bilmay beshi qatgan Nuzugum kapisidan chiqdi. U qo'ys tarafga berib og'zimga solg'udek biror narsa tepib kelsam bo'ladi-ekan deb tengirqab turib qoldi. Chunki uning bu atrofdan yegidek bir narsa tepishiga ko'zi yetmaydi. Mushu paytda u xomon chetida to'mpiyib turgan kichik bir somon dovusini ko'rdi. Darhol u osmondan izdigan narsasini yerdan tepib olgandek tez mengib, somonni qo'li bilan bir chetga qo'ydi. Ilashtirib boqdi. Biroq uning baxtiga somon ichidan terib olgudek bir talmi don chiqmadi. Nuzugumning ruhi tushdi. U bayila bu somonning ichidan ang bo'lmaganda bir siqim bo'lsa-mu bug'doy tepib olaman deb o'ylagan edi. Lekin u bu yerga kelmasdan ilgari o'ziga o'xshash rizqini terib yeydigan qog'a, kaptar va qushqochlar bir talmi donni qo'ymagan ekan. Nuzugum eg'ir tartib xomonning to'van tarafiga o'tdi-da, burjiga sunib ketgan to'lin toshning tuyiga biri ata yig'ib qo'ygandek qizirib turgan bir o'chumdek bug'doyni ko'rib qoldi. U darhol to'liq toshni ittirib etib, eliqi bug'doyni to'piga qo'shib, ko'ngligining etikiga soldi. U
xomon chetidagi to'liq toshning ustida o'ltirib, yana qayerda yig'ilib qolgan bug'doy barkan degandek o'pcho'risiga qarab edi, engiz ichida yugurib ketayotgan choshqonni ko'rib qoldi. Xomondagi chechilib yotgan bug'doyni uchar qushlarga qo'shilib, mushulami yig'ishtirib bo'ladi ekanda, deb bir oz vaqtgacha u choshqonning kaynidan qarab turdi. Choshqon oldiga egiz to'pi dövlangan to'shikka kirib ketgandan keyin, bu choshqon qanchadan bug'doy yig'ib olgandi, uning uvusini qezib baqaymikin, deb turdi-da, bugun ati yegidak ozuq topqiniga qanoat qildi. Nuzugumning to'liq toshning tuyidan yig'ib olgan bug'doyi tugidi. Shuningdan keyin u atrofni 2 kun charlab ko'rdi. Biroq qo'rsoq to'yg'idek hech narsa topolmadi. U yoq bu yoqqa o'tganda choshqonning uvusiga qarab qo'yatdi. Biroq ko'lab ko'rishga jur'at qilolmadi. Lekin qo'rsoqning ochliqi uning jur'atsizligini yangdida oxiri o'tkir xanjarini g'ilobdan chiqarib choshqonning uvusini qezishga boshladi. Uning uvusi Nuzugum o'ylagandek yaqin yerda emas ekan. Balki bu yerdan yiroqda, xeyli cho'nqurda ekan. Nuzugumga nurg'un ter to'kishga to'g'ri keldi. U yerning tegidan har taraflarga ketgan to'shiklarni qezib yurib, 4 choshqonni uvusidan haydab chiqdi-da, oxiri ularning qishqi to'plab olgan bug'doyiga yetib bordi. Uning to'kkan terlari bekorga ketmadi. Bu yerdan u xeyli nurg'un bug'doy yig'ib oldi. U buning bilan yana 3-4 kunni o'tkazdi. Bugun yana kunning yuzini bulut qoplab, havo buzilishga boshladi. Bu qitim ilgirgidek yomg'ir yog'may, qor uchqundab tushdi-da, bir kechining ichida olamni qorga ko'mivatdi. Nuzugum bo'lsa, yuvib tozalab quritib olgan bug'doyini yeb yetib, yana taqdirning peshonasiga yozg'inni kutdi. Buni kultik qarda bir yoqqa ketolmay, xuddi yepsiz bog'lanib qolgandek bo'ldi. Ilgari qo'mishlarning oralarida qechib mökünib yurganda, Manchu va Mo'ng'ullarga tutilib qolmay deb, atidan kechkichilar shuni o'ylaydigan. Endi ular turadigan yerdan g'arbga 3-4 kundek yo'l mengib yiroqlab ketganda, bu tashvishdan sal xoli bo'lgan edi. Ammo endi och qolmasam bo'ladi-ku deb andisha qiladigan bo'ldi. Qishning sovuqi borgan seri kuchaymoqda. Nuzugum xomondagi paxaldan qancha elib kapisini yapsimi, yingnining ko'zidek yerdan to'gidek sovuq kirib, o'zini tuzukini isitolmay yurdi. Naqoshki samondan yasalgan kapining ichiga o't qolg'ili bo'lsa-chu. Amdi qo'rsoqning ochliqiga sovuq azobi qo'shildi. Kechisi tog' tarafdan urgan shamol bilan billa ba'zida bo'rlarning huvlagan ovozlari anglanatdi. Mundaq kechalari Nuzugumning ko'ziga tong otqucha uyqu kelmaydi. Cho'llarda yolg'iz qolgan itlarmu ana shundaq huvlaydigan. U balki bu oshu itlarning ovozidir deb o'zini bazlaydi. Har holda bu ovoz butkul dalog'i hukmronlik qilayotgandek hayvatlik chiqib, ba'zida yaqinlab keladi-da, ba'zida yiroqlab ketadi. Nuzugum bugunmi kirpik qoqmadi. Bo'rining huvlishi tong qizirishga boshlagandili to'xtadi. Uning ko'ngli shu chog'da o'rniga tushib, ko'zi uyquga ketdi. Kun org'amcha bo'yi ko'tarilganda uyg'onib, tashqariga chiqdi. Yaqin orada bo'ri turmoq hech nima ko'rinmaydi. Ammo xomonning o'tirisida 4 kola ko'shab turadi. Nuzugum, bu yerga odamlar melini boqqili kelganmi nima? deb o'ylab, bir tarafdan xushal bo'ldi, yana bir tarafdan cho'chib qoldi. Lekin yaqin orada bu mollarni beqib yurgan egisi ko'rinmaydi. Nuzugum bir kolining yelinining chinqilib ketganini bayqadi. Bu kala xeylidan beri seg'ilmisi kerak. U necha vaqtdan beri beshig'i turib bog'lab olgan chechini chuvib, kiyimini qiqishtirib, ko'nglikini tuzidi-da, mis qozonni ochiqib, heliqi kolalarning qishig'i keldi. Balki eganlar sizlarni yo'qitib qo'yib, nalarda izlab yuradikin, dedi u qozonni ko'rsatib. Yelillari chinqilib ketgan kola qozonda bo'g'iz bor deb qoldi-mu, hammadan ilgari Nuzugumning yeniga yetib keldi. U bo'ynini so'zib, qozonning teshidan purab, uning ichida yegidek narsa yo'qligini bilgandan keyin kayniga chekinib, Nuzugum uning dumbasidan silab to'xtatib oldi. Sang turmoq, o'zimgimi yegidek narsa yo'q.
Necha kundan beri men cho'l bayovanda oshdan osh yuribataman. Balki yaratgan egam mening mushundaq osh qolganimni bilib, sizlarni bu yerga avatgandu. Sen meningdan qaşma. Nuzugum shundaq deb uning dumbisini, qo'rsaqlarini silab, yeliniga yaqinlashdi. Uzoqdan beri seg'ilmay, yelinlari chinqilib ketgan kala go'yo Nuzugumning so'zlarini tushungandek tinch turib berdi. Qolgan kalalar bo'lsa, bo'yinlarini uzun so'zishib, quyruqlarini shipanglatishadi. Boshda bu kala saqquzmamdekan deb gumon qilgan Nuzugum uning tinch turib berganiga xushal bo'lib qoldi. Rastilla u ko'pdan beri seg'ilmagan ekan. Shunga 3-4 apqur suv sig'adigan qozini birdamdala to'shdi. Nuzugum bu sutni o'tqa qo'yib o'riltishga mutaqat qilmay shu yerdala ichdi. Uningga yangi seg'ilgan issiq sut unutilib ketgan talay narsalarni esiga soldi. Sizlar bo'lsanglarmi, chopsin mushundaq kelib meni beqib turinglar. Bu zamonda u inson bolasida bir-biriga rahim shafqat degan nima qolmadi. Ba'zi chaqda odam bo'lib, mundaq hayot kechirgicha sizlarga o'xshash hayvon bo'lib, hech nimadan g'am tortmay, ar-nomusni unutib yashaganni to'g'rimikin deb qolaman. U yenida mungdashqudek hech kimi yo'q uchunmi, muni tumshuqini surkab, kiyimlarini purab, qishidan ketmagan kolining bo'ynini silagan petichi so'zlamoqda. Meni puravatqiningga qaraganda eganga o'xshatding-ku deyman. Seni har kuni sig'ib yurgan egangmi menga o'xshash xotin bo'lg'iydi. Rast, menga qaraganda sening egangning issiq makoni bor, qo'rsqi to'q, bolalari cho'risida o'ynab yurdigandu. Ammo hozirgi zamonning odamlari ostiga mingan otni oyisi oyaydiki, xotinini oyamaydi. Talayni ko'rdim, lekin hamma yerda tengsizlik o'xshashgan. Mana menmi o'sha tengsizlikka bosh egmaginim uchunla bu yerlarga kelib qoldim. Ba'zilar urib, hasrat chekkini bilan taqdirga tan berib, ili tavasidagi monjularning qo'lida xorlanib qoldi. Kechasi kuchayib ketgan sovuq kunduzi xeyli yenib qolgan edi. Nuzugum kolalarni ko'rib, ko'ksi qorni to'yib qolganlikdan-mu, o'zining muzlab ketganiga qaramasdan ularning qishida xeyli yurdida, keyin o'choqqa o't yiqib, saqqon sutini pishirib kapisiga qaytib kirdi. Shu kuni kolalar kechgacha ko'ni xamonning yenidan qo'zg'almadi. Nuzugum amdi bu kalalarni egilari izlab kelib, meni ko'rib qolmasa bo'ladi-ku, degan andishaga tushdi. Lekin peshin vaqti bo'lganda taloga chiqib, oli kalani yana bir qitim seg'ib oldi. Qani, endi sizlar bu yerdan neriroq ketinglar, sizlarni deb tutilib qolmay yana. Xo'sh, deb u kalalarni xamondan haydab chiqardi. Kalalarmu xuddi Nuzugumning nima haqida so'zlayotganligini uqqandek, o'zlari kelgan chig'ir yo'lga tushib mangdi. Biroq engizdan chiqib boshqa yoqqa borsa, it va boshqa qushlarga yem bo'lib ketishdan qo'rqqandek xomon tarafga qarab turib qilishdi. Lekin kech kirguncha xomonga yaqin kelmadi. Bu kechimu bak tashvishlik o'tdi. Yerga qorong'i tushishi bilanla o'tgan kecha Nuzugumning ko'ngliga orom bermay, tong otquchi huvlab chiqqan bo'rilarning uni yana anglandi. Nuzugum bu nima ishdir degandek bir necha qitim kapining panjaraga to'rab qo'ygan bir bog' paxolni chetga elib etib, beshini sirtqa chiqarib atrofga qaradi. Yiliqi to'tkala yana xomonga kelib opdi. Nuzugum ularni ko'rib xotirjam bo'lib qoldi. Lekin bo'rilarning huvlishi to'xtaydigandek emas. Ularning ovozi to'rt tarafning hammasidan chiqayotgandek bilinmoqda. Tog' shamili bu dahshatli ovozni texmi kuchaytmoqda. Nuzugum kapining ishigini mahkam yepib olgan bo'lsa-mu, o'y xiyoli borgan seri kuchab huvlayotgan bo'rilarda. Nuzugum bo'rilar to'g'risida nurg'un gap so'z va rivoyatlarni anglagan edi. Lekin u musha yoshga kelguncha bo'rini ko'rib boqqani yo'q. Muzdavondan o'tib kelayotgan chaqda u bo'rining ovozini ko'pchilik bilan billa anglag'achqa munchalik qo'rqmagan edi. Bugun bo'lsa bo'rining ovozi bekli dahshatlik anglanmoqda. U balki bu yiqilishib kelayotgan munu chil bo'rilarning ovozidir, debmi o'yladi. Bir chaqda kalalar urkishib ketdi. Shu chaqda nimanindir xirqirgan ovozi anglandi. Bo'rilar mollarning yeniga kelganmi nima?
jimjit kechining qo'yni bo'rlarning qirqirgan, kolalarning urkib mo'rgan ovozlariga to'lib ketdi. Zodila munda hodisani anglab boqmagan Nuzugum ular kapiga kirib kelarmi deb qo'rqinidan kapi ichidagi paxallarning hammasini ishga to'rab pashmitining yonchuqidagi tasvisini ilib nimalarnidir pichirlab o'qishga boshladi. U bir tarafdan bo'rlardan qochgan kolalarni kapamni o'rib etmasi bo'ladi-ku deb andisha qiladi. Bo'rlarning o'ni birdam yiqilishib qoladi-da, birdam yiroqlashib ketadi. Bo'rlardan ko'ra kolalarning ovozi bo'lakcha dahshatli chiqadi. Nuzugum kolalarning egalari bu ovozni anglasa hozirlik yetib kela. Agar ular kelib qolsa, shubhasiz meni tutib ketadi. deb o'zining tog' tarafga qechib toshlarning orasiga mo'kinmay, qattiqroq shamol chiqsa o'rilib ketadigan Munu kapiga yo'shirganiga pushaymon qildi. Bugun kecha Munu bo'rlardan sog' salomat qutulib ketsila, ata havoning sovuq bo'lishiga qaramay toqqa berib birar o'nkir yasab elishni o'yladi. Buning uchun tinch omon tongni otqizish kerak. Nemishqudur uning yodiga boqam keldi. Agar boqam yenimda bo'lsa, bo'ri turmoq yo'lvoz kasimi qo'rqmaydim. Rost, u nalada yuradi ekan. Kolula texmi qattiq mo'rashga boshladi. Bu boyimen sutini seg'ib olgan oli inakning ovozi. Ularning orasidagi yo'g'on raqami shu edi. Ishtat kala bir-biriga bo'y bermaydi deyishadigan. Lekin bularning mo'rashlariga qaraganda bo'rlar ko'p o'xshaydi, dedi ichida. Bir chog'da qattiq chiqayotgan ovozlar ostilab, to'xtab qolgandek yoki yiroqlashib ketgandek bo'ldi. Xudoga shukr, ketgan o'xshaydi. Yo bo'lmasa, bo'rlar kolalarni bo'g'ib atganmidi? Yoki bo'rlarning kolalarga kuchi yetmay qechib ketgandi. U mana shunday tashvish andisha ichida o'ltirib, ko'zining yumilib ketganini tuymay qoldi. Lekin kechikmay cho'chib uyg'onib ketdi. Quliqiga bo'rlarning qirqirgan ovozlari yana anglandi. Bir chog'da bu ovozlar jimiqdi. Atrofni so'rin jimjitlik bosdi. U qorong'u kabida vaqtning qaysi mezgili bo'lganligini bilolmay sirtqa chiqmoq bo'ldi. Biroq eshikni topolmadi. U o'ylab ko'rsa, kabining ichidagi hamma paxolni eshik tarafga o'rdab do'livatgan edi. Shuning bilan u paxollarni yo'tkab eshikni ochganda kabining ichiga ufuqdan yangi ko'tarilib kelayotgan kunning nuri bilan billa muzdek sovuq havo kirdi. U bir oz vaqtgacha sirtqa chiqmay, sharqdagi pakar edirlarning kayindan ko'tarilib kelayotgan quyoshga zo'qlanib qarab o'ltirdi. Atrof bugun jimjit. Shamol qibla tarafdan kelayotdi. U tolaga chiqib qaradi. Yuqori tarafdagi tog'lar oq to'nga purkinib, cho'nqur mung'a potgan oq eyiqdek so'zilib yotadi. Tuvan tarafda ko'kirib turadigan Ili daryosi quyuq tuman ichida qolgan. Qorlari erib, olichbar bo'lib ketgan daloda ko'zga cheliqqudek hech narsa yo'q. Nuzugum kechisi huvlig'an bo'rilar bir yerga mo'kinib olganmikin degandek, u yer bu yerda ko'ringan taskan tikanlar to'ylariga sapsilib qaradi. Yaqin orada tirikjon ko'rinmaydi. Tönögün kechgacha ko'ni xomonning o'rnidan qo'zg'almay, somon paxal yegan kolalarmi ketib qapti. Lekin o'zidan 20-30 qadam neridagi xomonda do'lib qo'yilgan paxalning bir chetida qorayib yotgan narsa turadi. Uni ko'rib, Nuzugumning yuragi jig'li qilib qoldi. U o'zini tutib, bu qorayib yotgan narsaga zan selivedi, ko'zi kolining cho'qchayib turgan ishga mungisiga tushdi. U xeyligacha bu yana nima bo'ladi degandek tengirqab turib qoldi. Nuzugum uning yeniga yaqinroq boray desa, do'laklik somonning ichidan bo'ri chiqib qolamdikin deb qo'rqdi. Shundoq bo'lsa-mu, u bir chamdab, bir to'xtab, o'pjo'risiga qarab xomonning chetiga bordi. Engizliqda oli inakning 4 puti bilan beshidan boshqa hech nimasi qolmabdi. Nuzugumning ko'ngli bir qismi bo'lib, ichi seyrilib ketdi. Voy, isit! Oqshom farqirab chiqqan bo'lsam, bo'rlar oli inak tegmay qechib ketar edi, debmi o'yladi. Ammo u qizirib turgan go'shtni ko'rib, o'zining qo'rsqimi o'sha bo'rlarnikidan battar echib ketganini sezdi-da. Bir hisobda mo'g'u chiqmag'inim yaxshi bo'lgan ekan, dedi o'ziga o'zi. Nuzugum
putining uchida dastlab kolaga texmu yaqin keldi. U tunugilla o'zi sutini seg'ib ichgan oli kolining kolli pochaqlari bilan bir necha umurtqisining qolganini ko'rib hayron bo'ldi. Mushunchalik yo'g'on molning go'shtini tugitib ketgan qandoq yomon o'pqanlar u. Bo'rilar uning uchay qiyrinlarini engizliqda qiyri yergacha so'rab opirib tashlab etibdi. Bu kalini cho'qim necha kundan beri oziq topolmay dalada ochdan och qatirib yurgan o'sha bo'rilar yeb ketdi. Ular oli inakning qo'rg'alaridagi go'shtlarni xuddi qassoblar pichoq bilan shilg'andek shilib yeb quruq ustixonini qoldirib ketgan edi. Shuncha yo'g'on kalidan mo bir ochliq go'sht qoldirishmaganini qara. Ammo oli kalining porqirab turgan ko'zlariga uning ko'zi tushib, put qo'lig'i titrak o'lishib ketdi. Odam balasi vahshiy hayvonlar ichida yurib, mushundaq fojialarni ko'raversa, o'zimi oshundaq hayotga o'ginib ketadigan o'xshaydi. Munu ingizlarning tilg'inib ketganiga qaraganda, bechora kala bo'rilar bilan xilili ilishgan bo'lsa kerak. Qolgan kalalar qoyoqlarga ketgandu. Ajab ular buni bo'rilarga yuguzib qo'yibdi. Bu kalaning egisi bugun izlab kelishi mumkin. Shu men chapsanroq boshqa yoqqa ketmasam bo'lmaydi. degan o'yga keldida kapisiga kirib, chechilib ketgan qochi qo'mushlari bilan kiyim-kechaklarni yig'ishtirib, yig'liqig'i chekdi. U hamma ishni saramjonlashtirib kapidan chiqdi. Lekin ko'zi kun chiqish tarafdagi mahallada. Nuzugumga u tarafdan birlari kelib qoladigandeklik qilib, yuragi selib, dakku-dukku bo'lmoqda. Bu yerdan u chopsanroq ketay desa, necha vaqtdan beri xuddi o'zining issiq uyiga o'xshash o'ginib qolgan kapisiga qiymaydi. U nimali bo'lsa oldi bilan yo'lda yegidek oziq yig'ib olay deb, boyiga oli kolining beshi bilan pochaqlari qolgan yerga bordi. Biroq u yerdan bir tishlamni go'sht topolmadi. Bo'ridan odamga go'sht oshmaydi ekan. Nuzugum endi nima qilaykin degandek o'pcho'risiga zan selib qaravedi, kun chiqish tarafdagi edirdan ikki otliq odamning tuvallib kelayotganligini ko'rdi. Ular bir do'ngdan eshib sayg'u tushib ketishiga Nuzugum tugunini qo'ltiqiga qistida kapining ishchigini mursi bilan ittirib buzib, beshini bekmi egiz ko'tirmay, engishgan peti kayniga sho'xshib, engizliqning g'arb tarafidagi sayg'u tushib ketdi. 7-bob. Bu yelamu tinch emaskan. Qish kunlari mollami boshqa yerdan oziq topolmagandan keyin koni hammaning cho'risiga yig'iladigan o'xshaydi. Osh qolgan yirtqush bo'rilarmi shu atrofdan ketmaydi ekan. O, kelayotganlar shu bo'rilar yeb ketgan olikalining egilari bo'lsa kerak. Nuzugum ana shundoq o'ylab soyning ichidan atrofiga sapsilib qaradi. U kiyim-kechaklarini ustilab kiyib olg'achqa onchavala muzlab ketmagan edi. Otliq odamlar xomonga kelib qaytgandan keyin yana kapiga kirib olarman deb o'ylagan Nuzugum bu fikrdan yondi. Chunki bu yerlarda baribir tinchlik yo'q edi. Bo'rilar oqshomliqqa yana oli inakning qolgan qotgan narsalarni yegili kelishi mumkin. Shunga u bu yerdan chopsonroq ketib, kunning yo'riqida bir makon tepib olishni o'yladi. U cho'nqurliqning odam bo'yi keladigan jilg'ini bo'ylab o'rlab xeyli yergacha mangdi. Ammo bu yerda top-top o'sgan chig'dan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. U yuqorilab xeyli mang'andan keyinla dal-daraxtlar bilan chig', tevilg'a, ziriq tikanlar ko'payishga boshladi. To'xtamay chiqayotgan shamol tuzlarning qorini soy jiralar bilan eriq o'ymonlarga uchirmoqda. U amdi kultik qor bosgan jiraning tegiga tushmay qoptol bilan kelayotdi. Biroq u yuqori o'rlab bir soydan ikkinchi bir soyga o'tib, g'arbga qarab tog' bag'rini ko'zlab, kechkicha mong'ini bilan mo'kkidek tuzuk yer topolmadi. Nuzugum bir do'nga chiqqanda kayniga qarab qo'ydi. Necha kun qo'ngan kapisi yiroqdan g'ilpol ko'rindi. Lekin heliqa otliq odamlar ko'rinmaydi. Bu tarafda bo'kkida o'sgan qora yog'ochlarmi, bo'stonliq yerlarmi ko'p edi. Yiroqda kichik mahallalarmi ko'p edi. U yerdagi uylarning turxullaridan chiqqan isni ko'rib, Nuzugum og'zini tomshib, kekirdekini qirishtirib yo'tilib qo'ydi. Ular kechki tomoqqa suyuqash etibotamdikin. Har holda bu tarafda odamlar ko'p o'xshaydi.
U kunning yo'riqida shu mahallalarning chetiga yetib olmoqchi bo'ldi. Onchivala cho'nqur emas soy bilan mengib, kungay tarafdagi yo'g'on toshning kamarida to'xtadi. Ikki tarafi tosh bilan qo'rshalgan bu kamar shamoldan dalda yot ko'zlardan xoli edi. U tugichini yerga qo'yib, soyning ichidan qurigan tallarning shoxlarini, qo'ng'ishlarni yig'ib, dalda bo'lg'idek uy yasidi. Ondan keyin o't qalab, qo'rsqini to'yg'izdi. U shu kuni kechicha o'tni o'chirmay o'ltirib tongni atqizdi. Atsi qishicha yashig'udek qulaylik makon tepib olish uchun yana yuqori o'rlab ketdi. Bu chog'da tog'mu yaqinlashib qolgan edi. U oldirgan holda bir soydan yana bir soyga tushib yuqurlab mangdi. Bo'libmi ichiga odam turmoq hayvonlarmi kirolmaydigan. Ikki tarafini o'ydak yo'g'on xodi toshlar qo'rshigan cho'nqur soyga ulashganda xuddi necha vaqtdan beri izlab kelayotgan narsasini topgandek bo'ldi. Soyning yon bag'irlarida yova olma o'riklar, bo'k tallar va ozg'on bilan tevilg'alar o'sgan bo'lib, ostida suv eqib turadi ekan. Cho'risi muz tutib ketgan o'stangdagi suvning shovquni alohidala hayvatlik o'nglanib turadi ekan. Suv o'yib, yildan yilga cho'nqurilishib ketgan soyning har ikki tarafi tik yorga oylanib ketgan edi. Nuzugum munda xodi toshliq chatqonlikni faqat muz davandan tushib ketayotgandala uchratgan. Bu cho'nqur soyning tegidagi cho'plar odam o'tkisiz qilin edi. Bu cho'plar egiz o'sgan petichi qurib, quray bo'lib qapti. Nuzugum soyga qandoq tusharni bilmay, xeyli yergacha qoptalni bo'ylab mangdi. Va bu menga o'xshash qechib, mökinib yurgan musofirlarning makoni ekan. Buning ichiga kirib ketsam, menching hukmronlarining bir tuman cherigi meni bir yil izlabmi topolmas, deb o'yladi. U yon bag'irdagi yo'g'on toshlarning orasidan o'milab o'tib, qilin jilg'ining ichiga kirib ketgan chig'ir yo'lga duch keldi. Bu ehtimol toshqon va tulkilar sog'an yo'l o'xshaydi. Ular o'tgan yerdan o'talarmanmi? deb jilg'ining ichiga kirdi Nuzugum. U bu inchki chig'ir yo'lda kelavetib, soyning tegidagi suvg'imi ulashdi. Yo'l suvdan o'tib, tallarning orasi bilan yana yuqori o'rlab chiqib ketdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Turg'an To'xtamning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglaysizlar. Biz sening to'g'rondagi gaplarni Qashqarlik sodigar Eminaxondan anglab edik. Shu anglig'imiz rostganda. İşim çöllerde, çeyim köllerde ekan bova. Xudoyim bandisini rizqsiz yaratmaydi ekan. To'g'ri deding bolam. Lekin bu tavada sen turmoq, men deb ko'ksiga urgan yigitlarning yoshirinib yurishi oson emas. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Xayr xush.